Boshladikmi aka? Telefonni qo'limga olsam qanday bo'ladi? Bo'sh turgandan ko'ra bo'ladimi? Bo'lmasa kamerasini yashirib qo'yasiz. Aka. Yodinglarda bo'lsa, 2 kun oldin Dalerbey klinikasiga zuluk muolajasi bo'yicha murojaat qilgandik. 2 kundan keyingi holatimiz haqida gapiradigan bo'lsam, ko'zimda hech qanday ortiqcha muammolarsiz, shishlarsiz, ko'zimda meni bezovta qilib kelayotgan ba'zi kasalliklar bartaraf etildi. Jumladan ko'zdagi qizarishlar, boshdagi og'riq, ko'zdagi og'riq va telefonga qaraganda achishlar menda sal bo'lsa-da kamaydi. Buning uchun zuluk bo'yicha mutaxassis Noila Kurganbayevaga tashakkur aytgani keldik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xush kelibsiz Muhammad Amin. Zuluk muolajasidan so'ng o'zingizda qanday o'zgarishlar sezdingiz? Ko'zimda oldindan kuzatilayotgan ba'zi muammolar qisman bo'lsa-da bartaraf etildi. Buning uchun sizga tashakkurlar va ishlaringizga omad tilayman, rivoj tilayman. Barcha mijozlaringiz sizdan, mehnatlaringizdan rozi bo'lishsin. Va shu yerda aytib o'tishim kerakki, opa gapiga javob berdilar. Haqiqatdan ham zuluk bo'yicha mutaxassis ekanliklariga amin bo'ldim va sizlarga ham qo'rqmay tavsiya qila olaman. Ekranda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bepul konsultatsiya olib, so'ngra muolajaga kelishingiz mumkin bo'ladi. Sizga ham yordamim tekkanidan xursandman Muhammad Amin. Ijodlaringizga omad, tashrif va ishonchingiz uchun kattakon rahmat.